Kelin poshsha keldi. Keldim. Qanaqa kelin poshsha? Ko'zingni suzib, yana qanaqa kelin deyapsanmi? Voy. Kelin poshsha. Ukamni boshini aylantirib olsan-ku? Sira chekani aytyapsizmi? Qarang, birdan bildi qaysi ukangizni gapirganimizda. Ha, biladi-de. Chorlaku, dodalaku. Voy, Ularga tegayapsanmi? Agar asabimga tegsang, boshqa qiz topaman-de, shartda uylantirib qo'yaman. O'tirasan keyin. Uylantiravering. Mani yigitlarim ko'p. Hali sen shunaqamisan? To'xtang, men hozir Surochga aytaman. Biladilar. O'zlari-ku orqamdan Uyal. yuribdilar. Ko'zingni suzgandan keyin yuradi-de. Erga tegma, mazza qilib yasha. Ey, Nima deyapsan? nima deb aynatyapsan buni? Ha, yaxshi maslahat beryapman. Rosta-de. Masalan, men 18 yoshda erga tegganman. Mana qandoq qizim bor. Nima qilibdi vohli tegsa? Voy, men erga tegyapman. Alam qilsin. Voy, xursandmisan shunga? Ha, sevganingizga tegish boshqacha-da. Nima, men yig'lab o'tirayman. Xursand bo'laman-da. Ha, men ham bir paytlar 18 yoshimda sevganimga tekkandim. Mana, yig'lab o'tiribman. Tfu. Meniki boshqacha bo'ladi.